aylanay sharoitingdan qishlog'im ha. Ayollar yurishini tog'ma-tog' qiy tishpirib, qiy toshib, ikkita eshak ag'darilib tushdi zo'rg'a ortdik. Bellar belangni bo'lib maishat, og'irlik tushib. Yurakni qoni bilan olib keladi, ozgina qiy tishpirib. O'ting kelsa, falon pul jarima. Gaz yo'q, ko'mir yo'q. Nima qilishni ham odam bilmaydi. Qishloq sharoitiga endi majbur. Ko'nikib yashaymiz boricha. Zamonamiz naqadar go'zal, toza havolar. Shuni o'ziga ham shukr qilib yashayveramiz. Ushlab ketmagan, qo'lingiz toza pastroqqa yansin bosamiz. Tekislab bosib qo'yamiz. Havorga borsin. O'rnamaydi ketadi, qurib ketsin iloyim. Erkaklarning boriga shukr ekan. Ayolni qilgan ishi qurisin. Birorta ishni mustaqil qilib bo'lmas ekan, erkaklarning qadri shunday paytda bilinadi. Erkaklarning umrlari ziyoda bo'lsin, iloyim. Qishloqning sabr, toqatli ayollariga ham Allohim ikki dunyoda ezguliklarini ato etsin. Mehnatlarini, rohatini ziyoda qilib bersin.